Assalomu alaykum Asamabil obunachilari. Sizlarni YouTube kanalimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi obzorimizda Meduza fasonimiz bo'ladi. Meduza fasonimizni noldan oxirigacha to'liq obzorini qilib o'tkazamiz. Xo'p, Meduza fasonimizni birinchi boshlaydigan bo'lsak, pufiylardan boshlaymiz. Pufilarini ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli holatda tikilgan. Tikilgan joylarini ham mana ko'rsatishimiz mumkin. Mana bu joylari tekis holatda tikilgan bo'ladi. Xo'p, ustidagi chexoli bonus tariqasida qo'shib beriladi. Mana shu video qachon chiqqan bo'lsa, o'sha sanadan boshlab 1 oy davomida bonus tariqasida qo'shib beriladi. Xo'p, yana ko'rsatadigan bo'lsak, bu Meduza fasonimizning oyoq qismlari katta bo'laklarni ko'tara olmaganligimiz sababli kichkina pufikdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Plastmassa, oyoqlari plastmassa bo'ladi. Yog'ochdan ham qilib berishimiz mumkin, lekin yog'ochdan qilib beradigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Bu o'zi plastmassalarimiz magazinlarda ham sotiladi, arzon narxlarda sotib olsangiz bo'ladi. Lekin yog'ochnikida muammo bo'lib qolishi mumkin, sotib olish ehtimoli kamroq. O'shaning uchun unga boshqatdan yasattirish kerak bo'ladi. Shu sababdan o'zingiz yugurgingiz ko'payadi. Xo'p, plastmassa bo'lganligi uchun mana shunaqangi juda ham baquvvat, oddiy plastmassa emas, shuni ham aytib o'tib ketaman. Quyma plastmassa bo'ladi. Mana quyilgan joylarini ham ko'rsatishingiz mumkin. Oddiy bir birlashtirib, ikkala tomonidan samolyot qotirib qo'yiladigan emas. Bu ham sifatiga ham a'lo darajada qanaqa garantiyasi bor. 150 kilogacha, 150 kilogramgacha bemalol ko'taradi. 200 kilogramni o'ylab ko'rish kerak, lekin 152 kilogramga o'zi bemalol ko'taradi. Xo'p, Meduza fasonimizni yana uzunlik tomoni mana bu qismi esa 430 sm bo'ladi. Standart razmeri 430 sm bo'ladi. Eni bo'lsa 230 sm bo'ladi. Xo'p, eng qismidagi mana bu burchak qismini agar mana bu tomonga joylashtiradigan bo'lsak-chi, mana bu joyidan qayriladigan bo'lsin desangiz, mana bu burchak qismini bu tomonga joylashtirsangiz bo'ladi. Har bitta bo'lagi alohida ajraladi. Mana bo'lagini ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shunaqangi holatda bemalol joylashtirsangiz bo'ladi. Mana bu bo'lagini bu tomonga qo'yib, burchak qismini bu yoqqa qo'ysangiz bemalol joylashadi. Xo'p, yostiq qismi, yostiqlarni ham ko'rsatadigan bo'lsak, yostiqlari ham o'zini materialdan bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana bunaqangi teddy materialdan bo'ladi. Xo'p. Materiali yana bitta materialni o'tib ketadigan bo'lsak, mana bu yon qismlaridagi yog'ochlari ham MDF materialdan bo'ladi. Oddiy plastmassa bo'lmaydi, yog'ochdan bo'ladi. Mana bu qo'l qo'yadigan joylari ham sifat a'lo darajada, yumshoqlik darajasi ham juda yumshoq emas, lekin og'ritib ham qo'ymaydi. Bu yoqqa qo'l qo'yilganligi uchun machalkadan ham ozroq ishlatilgan. Xo'p, mana bu o'tiradigan joylari bo'lsa, mana bunaqangi sifat a'lo darajada, yumshoqqina, oxirigacha bosmayapman. Shunda ham a'lo darajada men o'tirib ko'rsataman o'zim. Juda ham sifat a'lo darajada maza qilib foydalansangiz bo'ladi. O'rtasidagi xon taxtasini hisobga oladigan bo'lsak, ya'ni stolini uzunligi 275 sm, eng qismi esa 90 sm bo'ladi. Materiali MDF dan ishlatilgan, oyog'i ham, ustki qismi ham полностью MDF dan bo'ladi. Tagi qismini ko'rsatib o'tib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Shu holatda bo'ladi. Samarezlarda qotirib chiqiladi u yoq qismlari ham. Xo'p, komplektimizga mana shunaqangi 3 ta pufik qo'shib beriladi. 4 ta yostiqchasi bonus tariqasida bo'ladi. O'zi komplektimizda yostiqcha bo'lmaydi. Biz videoga mana shunaqangi yostiqlar bilan olib chiqamiz. Обязательно klientlarimizni nima desa bo'ladi? Rag'batlantirish maqsadida desa ham bo'ladi. Juda ham chiroyli holatda mana bunaqangi sifati a'lo mebellarimizdan. Xo'p, mebelimizni iloji bo'lmadi ichki qismini yirtib ko'rsatishga yoki ochib ko'rsatishga, lekin biz o'zimizni o'sha labzimiz bor. Ichki qismini sasnadan beramiz, sasnadan qilib beriladi. Yog'ochlari nima desa bo'ladi? Terak materialdan bo'lmaydi. O'shaning uchun sasnadan bo'lganligi uchun ham sifati a'lo darajada bo'ladi. Terak bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz ham yaxshi bilasiz bu narsani. O'tirgandan keyin, bir necha yil o'tgandan keyin ezilishlar bo'ladi, cho'kib qolishi mumkin. O'shani hisobiga ham sasnadan ishlatamiz. Sasna materialidan bo'ladi. Xo'p, mana bu ko'rib turgan qismlaringiz полностью hammasi dona 5 ta bo'lakdan iborat bo'ladi. Xo'p. Yana undan tashqari dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz bepul bo'ladi. Zakaz berish uchun yoki buyurtma o'shalarga batafsil yana to'liqroq batafsil ma'lumotni olish kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz yoki ekranda nomerlar yozib chiqarib qo'yamiz. O'sha nomerlarga bog'lansanglar bo'ladi, aloqalashib batafsil yana to'liq obzorni suhbat davomida aytamiz. Xo'p, hozircha shular. Xudo xolasa sizlarga yaxshi kayfiyat.
mebelimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, yana boshqa mebellarimizni ko'rsatib o'tamiz.